Bo'ldi, foydasi tegmasa ham kiravering. Xullas qaranglar. Assalomu alaykum hammaga. Qo'limda hozir chiqartirib oldim osonroq bo'lish uchun. Mashinasi borlar, keyin mashinasini sug'urta qilib yuradiganlar uchun avto sug'urta yanvar oyidan 2026-yildan narxlari ancha o'zgaradi. O'shaning uchun bitta maslahat, kim mashinasini sug'urta qildiradigan bo'lsa, mana yanvar boshlanishigacha qilib olsanglar, qaranglar. Agar mashinangiz 01 yoki 10 bo'ladigan bo'lsa, avval 56 ming so'm bo'lgan oddiy sug'urta mana. Endi 192 ming bo'lib ketadi yanvardan. Shuning uchun hozirdan sug'urta qildirib olaylar. Agar mana viloyatlar boshqa bo'ladi, 20 bo'ladigan bo'lsa 40 ming edi oldin, hozir mana 160 ming so'm bo'ladi. Bunda plus masalan uchun bitta mashinani bir marta urib oldingiz, sug'urta mukofotini oldingiz. O'sha ikkinchi marta urib olgandan keyin endi 160 mingga emas, 208 mingga sug'urta qildirasiz. Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'lsa 192 ming emas, 249 ming so'mga sug'urta qildirishingiz kerak bo'ladi. Xullas qolganini yana men shuni o'zini chiqartirib, tashab qo'yaman. Kim mashinasini hali surogi bo'lsa ham, misol uchun 40 ming so'mga sug'urta qildirgan bo'lsa, yana qaytadan yangi sug'urta qildirib qo'yinglar. Xohlasanglar mana kafil sug'urta nomerlarini ham tashab qo'yaman. Kelib o'tirishlaring ham shart emas. Dandalarni tashab berasizlar. Telefon raqam qoldiraman. Telegramda yozsanglar, dandalar bilan kartaga pul o'tkazib sug'urta qilib berishadi, ishonchli. Qaysi ma'noda aytmoqchiman, bir xillarga balki pul emasdir 100-200 ming so'm, lekin ancha-muncha ranjda 120 ming so'm ranjda o'ynab ketyapti Gulistonda o'zini mashinalari uchun. Toshkentniki uchun 192 ming bo'lsa, 56 ming bo'lgan oldin ranjasini hisoblab o'raverasizlar. O'z qilib berasizlar? Shaxsan Rasul akajon o'zlari qilib beradilar. Bu bashiringiz bijilab olmayapti ham endi hozir.